Rishtonni markazdan sizlarga arendaga joy qo'yapmiz. Hozir tanishtiraman. Lekin gap yo'q. Arendaga beradigan joyda shunaqa remont qilishibdi. Wi-Fi bor, yaxshilab ahamiyat beringlar. Avtomatlarni tashab qo'ygan. Kameralarga ham kabellarni tashab qo'yishibdi hamma burchagiga. Bu tomondan chiqadigan joy bor, naryoqdan ham bor. Svet, suvdan muammosi yo'q. Mana televizorga ham antennasigacha joylar qilib, biladiganigacha qo'yishibdi. Remontiga men o'zim lishni besh ketdim. Biznesmen tadbirkor akalarimizga podvalda bu joyimiz tushib keladigan joyi. Bu xonasi ham bor, qaranglar, chiroyli qilib, yaxshi qilib qo'yishibdi. Daji aristonga ham suvlargacha, nimasigacha tayyor qilib olib kelib qo'yishgan. O'zi bet salqin ekan podval. Yana kerak bo'lsa uzoqroq muddatga ishlataman desa, konditsioner ham olib beraman aka deb qo'yibdi. Mana vitishkalar bilan ishlayotibdi. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib olishlaring mumkin. Narxini xudo xolasa $300 deyishyapti. Yana ozmoz tushib beramiz. Vechni ishlatadiganlarga deyishyapti. Remonti yangi bo'lgan, qaranglar o'zlaring. Top-toza, hamma yog'i zo'r, hali yangi masla. Bu tomondan makro bilan kelganingizda yoki u tomondan Vodiy market bilan kirib kelganingizda, mana shu joyda